Tezkor xabar. Farzandi bog'chaga borayotganlar ogoh bo'lsin, yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Toshkent shahridagi Jajji Nihollar nomli nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi hamda uslubchisi jinoiy jazoga tortildi. Ular bog'cha tarbiyachisini 3 kun shafqatsizlarcha qiynagan. Kun.uz tanishgan sud hujjatlarida keltirilishicha 1997-yilda tug'ilgan Laylo Alimova Jajji Nihollar nomli xususiy bog'chada tarbiyachi, 1957-yilda tug'ilgan Vazira Giyazova esa uslubchi vazifasida ishlagan. Vazira Giyazova 2024-yil 9-dekabrdan 11-dekabr kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 2022-yilda tug'ilgan Zubayr Anvarjonovni ovqatlanishini xohlamagani uchun bosh qismidan urgan, kiyimlaridan tortib sudragan hamda ko'tarib yotgan kravatiga zarb bilan otib yuborgan. Zubayrga 2024-yil 9-11-dekabr kunlari tarbiyachi Laylo Alimova ham o'ta shafqatsiz munosabatda bo'lgan. U tushlik vaqtida uxlamagani uchun bolani bir necha marotaba ko'tarib yerga uloqtirgan. Hatto Zubayrning og'ziga choyshab tiqib qiynagan. Bo'ynidan bo'g'ib, yerga yotgan joyida gavdasining orqa qismiga bir necha marotaba oyoqlari bilan tepgan. Shuningdek, ko'targan holda xona oynasidan tanasini chiqarib, uni tashlab yuborish bilan qo'rqitgan. So'ngra zarb bilan yerga uloqtirgan. Tarbiyachi bu harakatlari orqali bolaga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazgan. Laylo Alimova sudda aybiga to'liq iqror bo'lgan. Ushbu jinoyatni u jahl ustida sodir etib qo'yganini aytib, chin ko'ngildan pushaymonligini bildirgan va suddan yengillik so'ragan. 2024-yil 1-dekabr kuni odatdagiday soat 8larda ishga kelib, o'zimga berkitilgan guruhga kelib bolalarni ota-onasidan sog'-salomat qabul qilib oldim. Ularga ertalabki nonushtasini berib, so'ng mashg'ulot o'tkazdim. Tushlik vaqtida bolalarga ovqat berdim. So'ngra uxlashlari uchun kravatga yotqizdim. Bu vaqtda Zubayr Anvarjonov kravatga yotmasdan narigi xona eshigi oldida yig'lab turgandi. Jahlim chiqib uni oyog'im bilan 3 marotaba tepib yubordim. Birinchi marta tepganimda Zubayr tanasi bilan devorga urildi. So'ng uni ko'tarib kelib kravatiga otib yubordim. Shu vaqt xonaga uslubchi Vazira Giyazova kirib keldi. U yig'lab yotgan Zubayr Anvarjonovni qo'li bilan bir marotaba tortib, ko'tarib kravatiga otdi va uxlamasang o'ldiraman, uxla deb xonadan chiqib ketdi. Oradan bir qancha vaqt o'tib Zubayr o'rnidan turib olganini ko'rdim va ushbu holatda jahlim chiqib, uning oldiga bordim hamda qo'limning kaft qismi bilan yuziga urdim. Taxminan 10-15 daqiqadan so'ng Zubayr yana yotgan joyidan boshini ko'tardi. Jahlim chiqib uxlashni aytdim va yuziga 2 marotaba urdim. So'ngra o'z o'rnimga o'tirib telefon apparatimni o'ynashda davom etdim degan tarbiyachi o'z ko'rsatmasida. Oradan 2-3 daqiqa o'tgach Laylo Alimova bola uxlamaganini yana sezib qolgan hamda uni yotgan joyidan ko'tarib kravatiga otgan. 10-15 daqiqadan so'ng esa Zubayr baribir uxlamaganini ko'rib, bo'g'ib qo'yaman hozirda ya uni yana otib yuborgan. Bu holat bir necha marotaba takrorlangan. Soat 14:21larda Zubayrning oldiga stul qo'yib o'tirdim va unga uxla, ovozingni o'chir dedim. U uxlamasdan yig'layvergach, ovozini o'chirish maqsadida og'ziga o'zining choyshabini tiqdim va bir necha marta og'zini qo'lim bilan yopib, bo'g'ib yuzlariga urdim degan Laylo Alimova. Bola tinchlanavermagach, tarbiyachi uni zarb bilan polga otib yuborgan. Shundan so'ng Zubayr ko'zi ochiq holatda harakatsiz bo'lib qolgan. Laylo Alimova uni hojatxonaga olib kirib yuzini yuvgan, so'ng joyiga yotqizib qo'ygan. Zubayrning harakatsiz yotganidan qo'rqib ketgan tarbiyachi boshqa xodimlarni chaqirgan. Bolaga birinchi yordam ko'rsatishga harakat qilishgan, ammo u o'ziga kelmagan. Shundan so'ng tez tibbiy yordam xodimlari yetib kelib, uni shifoxonaga olib ketishgan. Zubayr Anvarjonov ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 2024-yil 14-dekabr kuni shifoxonada vafot etgan. Sud hukmi bilan Laylo Alimova Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Unga Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llagan holda
6,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Vazira Giyazovaga esa Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash 2-qismi A v bandlari bilan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi belgilangan. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu xabardan butun O'zbekiston ahli, ota-onalar xabardor bo'lishlari uchun video ostida like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.